Azizlar, mana hozir ayni damda avtobusda ikki qismidan biz ko'rishingiz mumkin. Bizning yo'nalishimiz Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Ostona yo'nalishi bo'yicha Cherezda, ya'ni kun ora avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozir haftaning shanba kuni, keyingi avtobus reysi esa dushanba kuni bo'ladi. Xudo xohlasa, hozir ayni damda avtobusning ichidamiz. Yo'lovchilarimizda pasatka jarayonlari bo'lib, yo'lovchilarimiz joylashish arafasida. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan Spanli avtobuslarimizning qatnovi kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobirov avtovokzaliga kelib, 3-qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Yoki ekranda qoldirilgan telefon raqamlariga bog'lanib, sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Hozir esa ayni damda yo'lovchilarimiz bilan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Ostonaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? 515 ming. Aha, sizga ma'qul keldimi? Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Muhimi davlatnikimikan, davlat qonuninikikan. Oldin ham avtobuslardan foydalanganman deyapsiz. Qulayliklari haqida nima deya olasiz? Boshqalarga ham tavsiya qilarsiz? Rahmat sizga, yaxshi ishlaylik.